Kunni zo'r boshlab oldik. Qani ketdik bo'lmasa. Musor tashlagani chiqdik, lekin qo'limizdagi mana bu baklashkalarni saqlab qo'ydik. Nimaga baklashkalarni qoldirdik? Keyinroq aytaman sizlarga. 6-7 Samolyotimiz ham parvozga mana tayyorlanmoqda. Voy, sovuq havo. Вообще sovuq. Orqangizda qarangchi, qanaqadir karta bor ekan mana bu shahar namusi katta. Qayerga borishimiz kerak hozir? Уже pis degan joyga borishimiz kerak, lekin o'zbeklar prikol qilib уже pis deyapti. Ужопис. Реально joy ekan. Государство ekan, отдельно Litvaning ichida. Vo, hattoki. Qora suv bilan tegan ekanda kattaligi. Lekin o'zi отдельно государство ekan. Respublika. Respublika. Konstitutsiyasi ham bor. O'zi konstitutsiya. Qonunlari bor. Qonunlar maza qilasizlar ko'rsak. Himni bor. Armiyasigacha bor. Nechta odamda armiyasida? 12 kishi. 12 kishi bor armiyasida. Vo. Ular respublika kattaligi bitta O'zbekiston Toshkent bitta rayoni bilan teng. Qora suv bilan, a? Qora suv bilan teng respublika. Vo, boramiz bo'lsa. Qayerda joylashgan ekan? Mashina. O'sha joyda. Daryo. Ha, biz aeroportga yaqin joymiz. Ishdan bor, pishqum bo'lsa bo'ladi, yangi respublikada. Hattoki. 6-7